Hecham duo qilmaydigan bandasidan Alloh nafratlanar ekan. Alloh dard beryapti, mushkul beryapti, hali palonchixonga boradi, boshiga ish tushsa, hali palonchixonning eshigini taqillatadi. Lekin joy namozni yozib, 2 rakat namozda Allohim, sen eshiklarni ochsang ochiladi. Sen rahim qilsang, rahim ko'raman. Sen oson qilsang, mushkulim oson bo'ladi demagan bandasidan Alloh nafrat qilar ekan. Shuning uchun nima ish tushsa payg'ambarim 2 rakat namoz bilan Xudoga yo'lvarar ekanlar. Bizaga ham Allohga duo qilish buyurildi. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilyaptilar. Ichinglarda ba'zilaringlarni Alloh yaxshi ko'rsa, boshinglarga imtihon beradi dedilar. Ko'zinglarga yosh beradi, musibat beradi, sinov beradi dedilar. O'sha bandasi bilan Xudo joy namozida yolg'iz qolishini, uni to'yib yig'lab Allohga muhabbat izhor qilishini yaxshi ko'radiki, o'sha bandani boshida imtihon turadi dedilar. Shuning uchun ey ayollar, qaysi biringlarni bugun ko'zingizda yosh, qaysi biringlarni bugun duoinglarga sabab bo'ladigan imtihoninglar bor bo'lsa, Alloh sizlarni sevibdi. Alloh sizlarni yaxshi ko'ribdi. Alloh sizlarni huzuriga, dargohiga chaqiribdi. Keling bandam, yolg'iz qolib bir-birimizga roz izhor qilamiz debdi. Buning uchun Allohga hamd bo'lsin va mana shu imtihonning oxiri baxayr bo'lsin, xayrli bo'lsin deb so'raymiz inshaalloh. Payg'ambarim alayhisalom aytdilar, ichinglarda ba'zilaringlarni duoinglar qabul bo'lmasa so'yininglar dedilar. Nega dedi sahobalar? Duo qabul bo'lmasa ham so'yinamizmi deyshuvdi? Ha dedilar. Sababi Alloh taolo ba'zilaringizni duoingizni qiyomatga olib qo'yar ekan. Tug'dan o'tkir qildan ingichka sirotdan oyoq qo'yib yurganimizda, tagidan 70 yillik o'radan jahannam o'ti gurullab turganda, savol javobda oyoqlarimiz qalqib ketib, qarayki sirot chayqala boshlar ekan. Shunda chiroyli suratda bir xurday yigit kelib, qo'ltig'ingizga kirib, ikkita qo'lingizdan yetaklab jannat eshigiga yashin tezligida olib o'tib qo'yar ekan. So'rar ekansiz kirib olib, Allohim, yaratgan egam, qandoq rahmat, bu kim bo'ladiki? Bugun meni jannat eshigiga tezlik bilan kelib qo'ydi deyilganda, sen dunyoda so'ragan, lekin men ijobat qilmagan duolaringdir deb Alloh inshaalloh amal qilar ekan. Shuning uchun aziz ayollar, Allohim yaratgan egam, ba'zilaringlarni inshaalloh duolaringlarni qiyomatga zaxira qilayotgani ham haq bo'lsin. Qiyomatda jannat bilan qovushishingilarga sabab bo'lsin. Xudoyim haq taolo sizlarni duoinglar haq, nimaniki so'rasanglar Alloh beradi. Inshaalloh bir-biringlarni yaxshilik ustida duo qilinglar. Va oxirida bitta rivoyat bilan tugatamiz. Payg'ambarim alayhisalomning davrlarida bir dunyo bevalar yetimlari bilan yig'ilib kelishibdi. Masjidning hovlisi bevaga to'lib ketibdi. Hammasini 3tadan, 7tadan, oldida 9tadan qarangki yetimi bor. Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, yetimlarimiz och, 3 kundan beri quruq suv ichiryapmiz, hatto ovqat yo'da tursin, ovqat haqida gap yo'q, xurmo topib bera olmayapmiz og'ziga. Ko'zi kirtayib qoldi. Bugun agar bir narsa yedirmasak bolalarimiz tinkas qurib yiqiladi dedilar. 3 kun quruq suv ichibdi bolalar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam titrab ketdilar, yetimlar och qolsa-yu, biz hali xurmo yeb yuribmizmi dedilar. Etagida o'tirgan sahobaga qarab aytdilar, turing o'rningizdan. Falonchi sahobanikiga tezlik bilan boring, meni aytdi deng. Payg'ambarim alayhisalom buyurdilar deng, yetimlar och qolibdi deb ayting. Bir hovli tuyasi bor, bittasini so'yib bersin dedilar. Xo'p bo'ladi dedi, hali sahoba yugurgilab borib eshikni taqilladi. Eshikni qoqib bor voqeani aytsa, haligi odam kinoya bilan eshitib turdi-da, "Xo'p, payg'ambaringiz aytdilar alayhisalom." "Ha, shu zot aytdilar. Borib aytib qo'ying. Men hali birovni yetimini boqar darajada boy bo'lganim yo'q" deb qars etib eshikni yopib qo'ydi. Haligi odam titrab ketdi. Qaytib kelib eshikda turibdi, xijolat bilan turibdi. "Nima deb aytaman payg'ambarimga?" "Aytavering" dedilar tabassum qilib. "Ya Rasululloh, hali boy bo'lgani yo'q ekan, yetim boqar darajada. Hovlisi tuya bilan to'lgan hududida to'lgan" dedi. "Qo'linglarni ko'taringlar, tuya bermagan ummatimni duo qilaylik" dedilar. "Qarg'ab qo'yinglar" demadilar. Hamma qo'lini ko'taruvdi. Dunyo shu ummatim uchun aziz ekan, Alloh shunchalik dunyo bersinki, sonini, sanog'ini bilmay qolsin dedilar. Hamma amin, Allohu akbar dedi. Xudoning qudrati bilan endi turing, yana bitta sahobanikiga borasiz. Peshonasida bitta-yu bitta bo'talog'i bor. Shuni so'yib bersin, eting dedilar. Hali sahoba kelib eshikni taqillatib, payg'ambarimni qarangki arzlarini aytuvdilar. Eshitib turgan sahoba aytdilar, "Jonimni so'rasinlar uzot.
Tuya so'raylarmi mendan? Meni shirin jonimni so'rasinlar. Men uzoqqa hadya qilay payg'ambar alayhisalomga Xudoni. Xudo nazar qildi-yu hovlimga dedilar-da, yugurib kirib tuyani yerga yotqizib, quvlaga qaratib bismillohu akbar deb so'yib berdilar. Savat go'sht bo'lib baraka keldi. Hali savatlarda go'shtlarni ko'tarib kelishdi. Yetimlarning hammasini bag'riga bittadan go'sht quchoqlatdilar. Go'sht yetdi ham taqataq yetim ham tugadi. Hamma ketgandan keyin aytdilar, endi qo'linglarni ochinglar. Peshonasiga bittasini bergan ummati ham duo qilib qo'yaylik dedilar. Hamma qo'lini ochuvdi, duo qildilar payg'ambarimiz alayhisalom. Ya yaratgan egam Alloh, Xudoyim haq taolo bu bandaga bugun yeydigan bir burda nonini eshigidan kirgizsin. Unga loyiq 5 mahal namoz o'qisin-u, lekin anitga qo'yadigan bitta qizil chaqa orttirmasin. Allohu akbar deb duo qildilar. Dedi hamma. Tuya bermaganga davlat so'radingiz. Tuya berganga chaqa orttirmasin duosiz. Buni siri sinoati nima deganlarda aytaman dedilar. Qiyomat kuni Sirot ko'prigi 3000 yillik yo'l bo'ladi. Hammamiz 3000 yil safar qilar ekanmiz. Lekin vallohu alam ko'ringki, kimdir undan shunaqa qisqa qilib qo'yar ekanki, Xudo bir kiprik qoqqanda jannat bilan qovushib bo'lar ekan, kimdir asrlab safar qilar ekan. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, dunyosi ko'p odam har bitta tangani, har bitta libosni, har bir parcha go'shtni javobini berib bo'lmagunicha sirotdan o'tmaydi dedilar. Ular sirotda asrlab qolib ketadi dedilar. Lekin boyiga ummatim bir burda non yesin, namozi bilan savobini ado etsin-u, qiyomat kuni jannatga yashin tezlik bilan kirsin deb men unga rohatda niyat qildim dedilar. Shuning uchun bir vaqtda ota-bobolarimiz so'rardi. Bugun topgan davlatimiz yaxshi kunimizga, ba'zida yomon kunimizga yarayaptimi? Allohga hamdlar, sanolar bo'lsin. Birovga muhtoj qilmayaptimi? Allohga hamdlar, sanolar bo'lsin. Odam tanimaydigan davlatdan, lati bor davlatdan Allohni o'zi saqlayversin. Duo qilamiz. Allohim barchalar duoinglar mustajob. Bolalaringlar baxtli. Inshaalloh xonadoninglarda yetim miskin to'yadigan, Allohim saxiylar yetim miskinni boqadigan avlodlar ulg'aysin. Xudoyim avlodlaringlardan adashganlar chiqmasin. Barchasini qo'lida Qur'on, qalbida iymon bo'lsin. Allohim barchamizga iymonda, halovatda, inshaalloh oxirgi damgacha yiqilib turadigan, ibodatga yaraydigan umrda qaritsin. Aql xush o'zinglarga yo'ldosh bo'lsin. Qariganda mazax qilmasin. Xudoyim haq taolo yaratgan egam barchamizni so'nggi nafasgacha Robbimdan boshqasiga muhtoj etmasin. Allohumma solli va sallim va barik alayh. Amin. Allohu akbar.